sog'lig'ingiz uchun zararli bo'lgan top 5 ta mahsulot haqida gaplashamiz. 5-o'rinda turadigan zararli mahsulotimiz bu konservalardir. Imkon qadar konserva mahsulotlarini ratsioningizga kirgizmaganingiz yaxshi bo'ladi. 4-o'rinda bu yarim tayyor bo'lgan mahsulotlar, bu kolbasa, sosiskalar bo'ladi. Bularni ham tarkibida qo'shimchalari borligi inson tanasiga zararlidir. 3-o'rindagi zararli mahsulotlarimiz bu gazli ichimliklardir. Bular ratsionimizda umuman bo'lmagani yaxshi, chunki inson tanasi bu uglegisli gazni ichiga kirgizmasdan aksincha tashqariga chiqarish kerak bo'ladi. Shuning uchun gazli ichimliklarni ham ratsiondan umuman olib tashlaganingiz tanaga foydali bo'ladi. Va nihoyat 2-o'rinda bu margarin. Inson tanasiga ayniqsa yurak qon tomir kasalliklariga olib keladigan mahsulotlardan biri bu margarin bo'ladi. Shuning uchun margarinni ham ratsionimizdan olib tashlaymiz. Va eng birinchi o'rinda inson tanasiga zarar yetkazadigan mahsulotlardan biri oq ajal deymiz, bu shakardir va shakarni o'rnini bosadigan mahsulotlar. Imkon qadar shakarni ratsiondan umuman olib tashlang va farzandlaringizni ham odatlarini yoshlikdan shakllantirib keling. Shakarni umuman ratsiondan imkon qadar voz kecha olmasangiz kamaytirib minimalga yetkazishga harakat qiling. Chunki aynan ko'pgina kasalliklar umuman immun tizimimizni suslashiga olib keladigan, farzandlarimizni immun tizimi va bu bilan birgalikda katta insonlarni ham kasallikka ruju qo'yayotgani, kasalliklarga moyilligi oshib ketayotgani ratsionimizda me'yordan 10 barobar ortib ketgan mahsulot bu shakardir. Shuning uchun o'zingizni sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.